Adishni muzika to'ki period yo'q. Tiyla ushiylik sonqiydi. Lekin har xil internetda bo'lar bo'lmas gaplar, intrigalar, bir-biriga diz tashagan u internet jangisi yo'q. Yoshligimda o'ylagan skromniy bo'lish kerak. O'zi mehnat qilyaptimi, mehnatini ertaga ustozlari, komandasi faxrlanib yurishi. MMA sportida mashhur ustozlardan biri Jasko Koch Gold va ABB taxallusi bilan jang qiladigan sportchilarga tushuncha va ko'rsatmalar berdi. Sportchi degani yoshlarga o'rnak bo'lishini hamda yurtimiz bayrog'ini ko'tarishi, bachkana qiliqlar bilan internetda kulgu bo'lmasligini ta'kidladi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qiling. Fikrlarga qo'shilsangiz like bosib, o'z fikringizni albatta izohda yozib qoldiring. Jubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga rozg'orbop bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, chang yutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Rozg'orbop aksiyasida ko'rishguncha. Ozod Gold ukamiz, Abba ukamizni shogirdimizni, Qashqadaryoning jaydari shogirdlarimizdan, kilolik bizning shogirdlarimiz bo'lishgan, hozir ham ukalarimizni, shogirdlarimizni Xudo xolasa mana bizning oldimizda bularni chisti tarbiya qilib, sportivniy haqiqiy sportchi qilib, Xudo xolasa tarbiyalaymiz. Bu yog'iga endi boshqacha bo'ladi. Oldindagi nima edi? Oldindagi paradishni muzika to'ki period yo'q. O'zbekistonning bayrog'ini ko'taryaptimi bular? Xudo xolasa O'zbekistonning munosib bayrog'ini ko'tarish kerak. Men o'zim liga ochganman, bilasizlar, ligada media bayaslari bo'lmaydiganman, lekin Shahzod Goldini bo'ylarini ko'rgansizda shov qiladi. Abba ham xuddi shu shov qiladi, qo'llarini tushirib, konkretniy kulachkalarda, Tailandda shov qilgan. Bizga shunaqa bayaslar kerakki, oktagonning ichida shov qilgan bayaslar kerak. Hozir internetda shov qilganlar ko'payib ketib qolgan. O'zbekistonimizning bayrog'ini ko'tarish tursa, hamma ularni ustidan kulyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, shov qilmoqchi bo'lsanglar, chiqinglar, urishinglar, shov qilinglar. Lekin har xil internetda bo'lar bo'lmas gaplar, intrigalar, bir-biriga diz tashagan u internet jangisi yo'q bo'lyapti. Bolalarga men hozir aytaman, ukalarim, konkretniy chiroyli jang, chiroyli xarakterda trenovka qilib, maqsadinglar sari oldinga yuringlar. Ertaga bizani ustozlarning yuzini yerga qaratmaydi, ota-onalarning yuzini yerga qaratmaydi, aktyorlarni, millatimizdan yerga qaratmaydi. Bitta sizlardan so'ragan narsamiz shu. Inshaalloh O'zbekistonning o'g'illarni ko'rsatamiz ustozim inshaalloh. Xudo xolasa. O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'rsatamiz, O'zbekistonning udonlarini his qildiramiz. Xudo xolasa. Mana shunaqa har doim sportchi, men yoshligimda aytishganda, skromniy bo'lish kerak. O'zi mehnat qilyaptimi, mehnatini ertaga ustozlari, komandasi faxrlanib yurish kerak deyishgan. Sizlarning voqealardan har xil gap eshitib yurish kerak deyilmagan. Sportchi yutadi, yutkazadi Allohdan. Ertaga bitta yutib qo'yadi, hamma narsa o'zgarib ketib qoladi. Sizlarning voqealarda har doim birinchi ustoz turadi, degan vatanimiz turadi. Iltimos qilamiz, bu yog'iga faqat gaz, mehnat, bor qudratinglar bilan harakat qilinglar. Yutasizlar, yutkazasizlar, hech qachon sharmanda bo'lmaysizlar. Agar sizlar haqiqatdan tarbiyali sportchi bo'lsanglar, boshqa bo'lsanglar, ertaga sizlarga qarab mana yoshlarimiz ham hammasi shunaqa jang qilish qolib qoladi. Mike Taysonlarni ko'rganmiz, Habiblarni ko'rganmiz, bular haqiqatdan shov qilgan, katta qilgan, oktagonda, ringda qilgan. Inshaalloh sizlar ulardan ham zo'r bo'lasizlar. Duo qilinglar.